Bismillah, assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga yig'ilgan savollar va birlikda bahorgi tadbirlar haqida ozgina tushuncha berib suhbat qilmoqchimiz. Avvalo mana bahor kelib, g'ayritabiiy moddalar tanada qo'zg'alish boshlanadigan fasl. Bu degani hamma narsa uyg'onib yangilanayotganda tanada ham kasalliklar ham uyg'onadi va g'alayon boshlanadi. Bu degan bir qo'zg'ash jarayoni bor, moddalar demak harakatlanadi. O'sha qon xilti bo'lsin, safro, savdo, balg'am deymiz. Tabobatda asosan biz xiltiga qaraymiz. Har xil ko'rsatkichlardan ko'ra bizaga ayni xilt ta'limoti tabobatda eng birinchi o'rinda turadigan narsa. Shunisiga e'tibor qaratib turib, shunga qarshi keyin tayyorlangan dorilardan insonlar uchun beriladi. Tushuntirmoqchi bo'lgan narsam, bahorda tanqiya deydi, organizmni g'ayritabiiy chiqindilardan deymiz, g'ayritabiiy xiltlardan tozalash tadbirini qo'llash kerak. Buning uchun nima qilish kerak? Makkai sano, zig'ir urug'i, ukrop olib, teng miqdorda qo'shib turib, o'shani bir choy qoshig'ini 200 ml qaynoq suvga damlab, yarim soat, 1 soat dam yegandan ichadigan harorat bo'lganda och qoringa ichib hech narsa yeyilmaydi va shunaqa qilib organizmni har kuni ichib qotadigan odam, ichib qotmaydigan odam 3 kunda bir, haftada bir qilib 3 marta, 4 marta, 10 martagacha mumkin tozalov qilish. Endi ichib qotadiganlar ko'proq qilishga majbur bo'ladi. Keyin moddali agar juda ham ko'p chiqindi yig'ilgan bo'lsa, ular ko'proq tozalanish kerak. Bo'lmasa o'sha moddalar tiqilib kasalliklarga sabab bo'ladi. Mizoj deydi, o'zgaradi. Bitta bemorimizni muolajaga jarayonda bir telefon orqali yozdida 10 kundan beri ichim surilyapti. Buni dori shunaqa qilyaptimi? Nima qilayin dedi. Men aytdim, qarang dedim axlatingizda qop-qora shlaklar tushayotgan bo'lsa kerak desam, ha to'g'ri shunaqa narsa tushyapti. Qarindoshlarim ham mana hayitga bayram kelganda aytishdi, "Voy, ranglaring chiroyli bo'lib, tiniq bo'lib, yaxshi bo'lib qopsan" deb xursand bo'lib ketishdi dedi. Xuddi shunaqa tanada mushaklarning orasida, organizmda, jigarda, taloqda, qon tomirlarda chiqindilar yig'iladi. Chiqindi desa hamma tushunadi. Chiqindilar yig'iladi. O'shalarni surgi bilan yetiltirib tozalash tadbirlarini qo'llash kerak. Sog'lom odam ham qilib turish kerak buni. Bemor bo'lsa, ularga ayni kerak. Endi hammaga mumkinmi desa, yo'q deymiz. Endi juda qoni-kam odam, u zo'rg'a yuradigan bo'lsa, u ha deb surgi qilaverishi ham to'g'ri emas. Chunki unda moddasiz, unga naborat qon ko'paytiruvchi, oshqozonchilikni yaxshi ishlatuvchi, yaxshi suriladigan tadbirlarni qo'llab, ularni davolash kerak. Chunki ularda kasallik jarayoni. Biz endi sog'lom yoki tanasi tozalashga muhtoj bo'lgan odamlar uy sharoitida o'zi ham qilsa bo'ladigan tadbirni tushuntiryapmiz. Biz keladigan bemorlarga biz alohida bunaqa malham qilib qo'yganmiz. Bu organizmda g'ayritabiiy moddani yetiltiradi. Biz ham o'sha makkai sano, zig'ir, yana boshqa narsalardan surgi qilib beramiz. Ikkalasi birgalikda ichadi. Bu ham yaxshi foyda qiladi. O'sha endi bo'g'im kasalligini ayni davolaganimizda moddali bo'lsa, tozalash uchun shu usulni qo'llaymiz yoki chiqotadiganlarga shu usulni qo'llaymiz. Yaxshi foyda beradi. Shu usullarni qo'llash kerak. Keyin hozir bemorlar ko'p qabul qilamiz. Uzoq-uzoqdan ham kelishyapti, tashrif buyurishyapti. Ko'p kasalliklar juda ham yillar davomida surunkalilikka aylanib kuchayib ketgan. Endi hozir biz zamonaviy meditsinaga borsa, bo'g'imga qaraydigan odam oshqozon ichagiga e'tibor qaratmaydi unaqa. Oshqozon ichagi uchun davolash kerak, oshqozon ichagi yaxshi emas ekan deyolmaydi. Ular faqat bo'g'imga e'tibor qaratadi, bo'g'imni davolashga harakat qilishadi. O'zi asli oshqozon ichagida, jigarda, qon tomir, limfa tizimi yaxshi bo'lmagani uchun, bo'g'imning ozuqalanishi o'zgarib ketgani uchun, bo'g'imning ozuqasi yaxshi bo'lmagani uchun, masalan, suyagi mo'rtlashgan, yo tog'ayli yirtilgan, menisklar yo yemirilgan bo'ladi. Yo grija, proturuziya, har xil, masalan, spondiloartroz, skolioz, umurtqalarning qiyshayishi bilan ham ko'pchilik bizga murojaat qilyapti. Endi murojaat qilayotganlarni ham to'g'ri tushunamiz-ku, lekin nima deydi? Rosa kaltak yeb, adavini yeb, nima qilish bilmagan bemorlar ko'p. Shuning uchun aytyapmizki, boshidan tadbir qilishda to'g'ri tadbir qo'llash kerak. Ibn Sinoni qoldirgan ta'limoti, bu tabobat, maynoqchilik bilan shug'ullanadigan narsa emas. Haqiqiy ilmiy bu ilm. Bu necha yillardan beri kelayotgan ilm. Bu bilan shug'ullangan odam buni yaxshi tushunadi. Bizni doimiy o'qishdamiz, ustozlarimiz bilan aloqada bo'lib, tushunmagan masalalarimizni ham so'rab, dorilar tarkib qilib muolajasini qilamiz va
natijalarimiz xudoga shukur yaxshi, lekin natija qilolmaydigan bemorlar ham bor. Hattoki bugun 4 yoshli bolani olib kelishdi, dektametazon olgan, dori tarkib qilayin desang tushmayapti dori. Kasallik ham tushunarsiz kasallikka aylanib ketgan. Kecha bo'lsa bitta qizni olib kelishdi, 10 yoshli qizchada, unga ham o'sha yuvelerniy artrit deb tashxis qo'yilgan, unga dektametazoni ham bor, revmatizmga qilinadigan yana kuchli dorilar qilingan. Tanasiga shunchalik dorini qabul qildirish shunchalik qiyin bo'lyaptiki, tana qabul qilmayapti uncha narsani. Chunki mana kuchli gormonlar bular organizmni ishlashini o'zgartirib yuborgan tanada. Tabobatda nima qildi? Asosan ozuqa qayerda buzildi, o'shani to'g'irlashga e'tibor qaratiladi. Hazm jarayonlarini e'tiborga olinadi. Mizoji insonni, kasallik nima sababdan kelib chiqdi, qaysi a'zo yaxshi ishlamayapti, ozuqa yetishmovchiligi bormi yoki o'tar yo'llarda ozuqani boradigan yo'llarda tiqilma ko'pmi? Shularni e'tiborga olib, endi ko'p narsalar bor. Endi tomoshabinlarga soddaroq tushuntirishga harakat qilamiz. Mana shunaqa qilib muolaja qilinadi. Qanaqa qilib davolaysan, nima bilan davolaysan degan savolga javobda bu. Mana shunaqa qilib muolaja qilinadi tabobatda. Undan tashqari o'zi ruhiy holati bor, yana oilaviy sharoit boshqa hamma narsani hisobga olib muolaja qilinishi kerak bo'ladi. Shu tomonlarga e'tibor qaratish kerak. Keyingi aytmoqchi bo'lgan narsam, organizmni tozalov qilish, davolanish qanaqa jarayonlarda ketishligini sizga tushuntiryapman. Biz mana shu tarkib qilganmiz. Masalan, spinalit 2 xil dorimiz bor. 1-2. Tarkibi bir-biriga o'xshash, lekin farqli. Bittasi moddali, bittasi moddasizga beriladigan. Ajibkos degan dori qilganmiz. Undan boshqa jigarlar uchun dorimiz bor. Holatga qarab turib tarkib qilinadi. Bitta dori bilan ish bitmaydi. Bitta tarkib bilan. Undan tashqari yana yoniga giyoh ham beramiz, sirkasini beramiz, surkaydigan malhamini beramiz. Holatiga qarab. O'shandagina bu ish bo'ladi. Biz haligi dori tayyorlab qo'yib, dori sotish bilan shug'ullanmaymiz-da. Asosan davolash bilan shug'ullanamiz. Shuning uchun sal murakkabroq, iloji boricha kelib ko'rinish tavsiya beraman. Hozirda bizda yotishga sharoit yo'q, lekin yotqizib davolayman desang joy bor. Mana klinikam kelib ishlat deydigan odamlar bor, lekin unga ham o'ylanib turibmiz. Shu haqida agar kimda qanaqa fikr bo'lsa yozib yuboringlar. Agar yotadigan sharoit joy qilsak, kelib davolanish qulaymi sizlarga? Yoki o'sha dorini olib ketib davolanish yaxshiroqmi? Endi bir kunga ham kela olmayapti ko'pchilik, lekin borsam yotadigan joy bormi deb so'raydiganlar ham bor. Izohlarda qoldiringlar. Buni har bittasini yozayotgan kommentariyalarni hisobga olamiz. Agar yotadigan joy qilish kerak bo'lsa, joylar bor. Bularni tashkil qilish harakatiga tushamiz. Sog' bo'linglar. Keyingi chiqishimda inshaalloh o'rmon qora bilan andizi farqini tushuntirib beraman. Ko'pchilik shu narsani farqiga bormayapti. Rahmat, sog' bo'linglar.